Mana insonni miyasi haqida ozgina bir fikr qilaylik. Insonning miyasida 140 milliardga yaqin neyron hujayralar bor. 140 milliard. O'ylab ko'ringlar. Hali-haligacha ularning hammasini ishini, funksiyasini insonlar bilmaydi. Insonning miyasida joylashgan va ana shu nerv impulslarini o'tkazib turadigan, agar aytish mumkin bo'lsa, ingichka iplar bor. Aksonlar deyilar ekan. Bularning uzunligi 150-160 ming kilometrga teng ekan. O'ylab ko'ring-da, shu kichkinagina miyangizga shu narsa joylashgan. Mana shu 14 milliarddan ko'proq bo'lgan neyron hujayralarida xotirangiz bor, nutqingiz bor, ko'zingizni ko'rishi bor, tafakkur bor, eshitishingiz bor, mulohazangiz bor, hammasi shuning ichida. Ana shu 14 milliard hujayra bor yo'g'i bug'doyni donasichalik hajmga ega ekan. O'ylab ko'ringlar-da. Subhanalloh deyishdan boshqa so'z qolmaydi tilingizga.